o'z oxirgi payt seni yoningda yotishga jirkanadigan bo'lib qolganman. Oyi, shuncha yildan beri mana shu majruh ayol bilan yashab kelyapman. Erimni uvoli seni bo'yningda. Maras isqar. Juda ham betakrorsiz. Siz hadisdan shyapsiz. Xullas, oyi, bir yigitni yaxshi ko'rib qoldim. Nima xohlaysiz? Sani, O'g'limni fe'lini bilaman. Qizlarga suyagi yo'q. sen nima qilsan bu yerda? Kecha kafeda, restoranda birga o'tirib qoldik. Siz ichgandingiz. Men tirik ekanman. Birorta farzandim xotini bilan ajrashmaydi. Agar xotining bilan yashamasang, oq qilaman.